Biz ham Qashqadaryodamiz. Qashqadaryo obulus nimada Davlattepadamiz. Ana bizlar vaqtdan kelganmiz, sherdamiz. Ko'p xursand bo'ldik bizlar qarindoshlar kelganiga. Mana masjidga to'xtab, namoz o'qigani, inshaalloh o'zbeklar bilan ko'rishib, ular suhbatini olib, hamsuhbat bo'lib o'tiribmiz. Xudoga shukr, mana choy bilan siylashib mehmon qilishyapti. Va alaykum assalom. Qori bola, sog'lig'ingiz, salomatligingiz yaxshimi? Mana shu qilgan ishlaring hammasi 1 so'mlik ish. Mana qilgan ishlaring 1000 tangaga loyiq. Ha, inshaalloh bu yerda har ta'kidlash shunday masjid bor. Rahmatlam keladi. Bu baribir qanaqadir davlatni ozgina e'tiborimi yo boshqa indamaganimi, masjid yaxshi narsa-da baribir. Tahoratxonasi bo'lsa, mana kirib biz yigitlarimiz tahorat qilishdi, mazza qilib namozni o'qidik. Odam qanaqadir yengil bo'ladi-da, tahorat. Bunday taratxonasi bor, mulla imomimiz bor. Mullamiz kelib joyga namoz berib ketdi-ku. Mullamiz bor. Ayyo. Qashqadaryodan bo'lasizmi, hoji aka? Bali, Qashqadaryodan bo'lamiz biz. Qashqadaryo obulus nima Davlattepa. Qamashqi Davlattepadamiz. Saroy bo'lamiz qavmga. Zapravka hoji akami qarashli ekan. Bu yigit o'tirgan yigit yonlarida o'g'illar. O'g'limiz. Inshaalloh mana shunaqa biz tashviqot qilib borib yurganimizda shunaqalarni ko'rsatsa odam ko'payib kelaveradi. Odamlar shuni bilish kerak-da. Bilishda, bilishmasa chegara ochilsa, keldi-ketdi yursa, tijorat yuradi. Bali. Davlat rivojlanadi. Bali, ondan so'ng Bosh metadi.